Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizga görüyoruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslah işkemeğin 21. yıl 8. ayının 26. günü. Haftaga Perşembe bu, çarşamba. 26. gün geldik vatandaşım. Sizlerge sözdeydiğin leksiyadan evvel vaziyet. Nime desanlar, ben tönüge sizlerge leksiya muhakeme kılan vaxtıda Litva Cumhuriyeti ve Tayvan münasebeti vakaletxana quraş iki tarafta Tayvan Litva'da, Litva Tayvan'da. Bunu çeçek çıkamdı qandaq degan gumon bilan bir leksiya tapşırgan edim. Bugün Allah halası yana bir haber yetib keldi. Avrupa İttifaqıga a'zo 28 devlet Litva Cumhuriyeti'nin Tayvan'ni qo'llaganligini qo'lladi. Yani Litva Cumhuriyeti'nin Tayvan'ga medet berganligini qo'lladi. Biz muşularni davr qilgan holda Afg'oniston voqealarini davr qilgan holda vatandoshlarga birgalikcha so'zlaymiz vatandoshlar. Mavzu mundaq. O'rta Osiyo rayoni Afg'onistonning yangi reallik moslashishga tirishchanlik ko'rsatmoqda. Mavzuda xabar 8. ayının 26. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Talibanning hukmronligida ko'chayotgan Afg'onistonliklar Afg'onistonning shimolidagi davlatlarda o'xshash bo'lmagan darajada qabul qilishga erishdi. Ba'zi davlatlar bu musofirlarni qarshi oldi. Bazı devletler bu misafirlerini kabul kılışını rad kıldı. Bazı misafirler bu devletlerde bir kaç saat durup mayqaçalaştı, ruhsatga erişti. Ondan keyin bu misafirler Avrupaga qarab yo'lga chiqdi. Bir necha O'rta Osiyo devletleri Amerika 20 yildan bir rahbarlik qilib Talibanni og'dirish harakatiga aktiv qatnashdi. Amerika rəhbərlik qilgan Talibanni og'dirish harakatiga O'rta Osiyo davlatlari aktiv qatnashdi. Lekin Talibanlarning yaqindan beri aktiv diplomatik faoliyatlar orqali sobiq Rossiya Cumhuriyatlari samimiyatni qayta baholashga to'g'ri keldi. Ya'ni Afg'oniston bu samimiyatni yoki O'rta Osiyo davlatlari Afg'onistonning samimiyatini qayta baholashga to'g'ri keldi. Burayında özünün siyasi ve bexatarlik menfaati var Rossiya özünün rolunu cari qilishga başladı. Tacikistan, Afg'oniston musofirlarına qarshi olgan bir davlatlar. Növbetde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başka organları bilen birleşip Afg'oniston bilan chegaralangan iki ülkede musofirlar lageri ve başka aslahalarni qurib 100 mingcha Afg'onistonlik musofirni Tacikistan kabul kıldı. Tacikistan hükümeti Afganistan'da yetip geliş mümkün bo'lgan terrorizmlik tahdidga qarshi turish tayyorligini bitkazdi ve yoki mustahkamladi. Tacikistonning prezidenti Rahmonov bunday ko'rsatdi. Terrorist tashkilotlar ikki davlat chegara rayonlarida pozitsiyalarini kuchaytmoqda, bazılarını kuchaytmoqda dedi. Özbekistan'ın ahvali yuqorqilarga o'xshamaydi. Bu devlet hükümeti mundaq dedi. Biz Talibanlarning kapolatiga erishdik. Yani musofir Afg'onistonliklar vataniga qaytadigan bo'lsa, Talibanlar jazolamaydi ve jazo uchirmaydi. Demak, O'zbekistondagi musofir Afg'onistonliklar Afg'onistonga qaytadigan bo'lsa, Talibanlar jazolamaydi ve bular jazo uchirmaydi. 8. ayda bir necha yüz degan Afg'onistonlik musofirlar Afg'oniston qaytarildi O'zbekistonda. Toshkent chegara bo'ylari bexatarligini kuchaytirdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bunday ko'rsatdi. Kabulda turishliq elchixona, ya'ni O'zbekistonning elchixonasi ve Mazar Sharif turishliq konsulxona xizmatlarini hozirmi normal davom ettirmoqda. O'zbekiston ve o'xshashli boshqa davlatlarning fuqarolarini Afg'onistondan chekintirishga jiddiy yordam berdi. Amerika, Germaniya
Rusya, Şvetsiya, Daniya, Polşa, Sloveniya ve Kazakistan qatarlıq dövlətlərinin əsləhələrini və Özbekistan hava boşluğunu işiltişə rüxsət qılıb, bu dövlətlər aeroplanlarının Taşkentə düşüb və Taşkentdən uçub çıxışına zərər, orqsat xizməti bilən yardım göstərdi. Özbekistan Təşqi İşlər Ministerliyi mündaq göstərdi. Biz bu dövlətlərlə şirikləşkən sistemdə biz bu dövlət aeroplanlarını Özbekistan'a düşüb, yəni Özbekistan'dan uçub, ulanın furalarını, həm də qismən Afganistan misafirlərini yetkəb getişigə imkaniyet yaratıp verdik.